33-mavzu: mablag' sarflayotganingizda tejamkor bo'ling. Isrofgar ayol oilasini to'zg'itgan ayol hisoblanadi. Chunki bunday ayolga eri sabr qila olmaydi. U bolalariga ham namuna bo'la olmaydi. Isrofgarchilik qabul qilib bo'lmaydigan yomon bir illatdir. Bularni aytar ekanman, ayollar baxil bo'lishi kerak demoqchi emasman. Chunki baxillik eng yomon va qaytarilgan fe'ldir. Demak, ishlarning eng xayrlisi bu ikkalasining o'rtasini tutmoqlikdir. Demak, sarflayotganda iqtisodli, isrof qilmasdan sarflash kerak. Isrofgarchilik ham eng yomon fe'l hisoblanadi. Alloh taolo bunday deb marhamat qiladi: Ey odam bolalari, har ibodat vaqtida ziynatingizni oling, yenglar, ichinglar va isrof qilmanglar. Chunki u Alloh isrofgarlarni sevmaydi. A'rof surasi 31-oyat. Yana Alloh taolo Isro surasining 29-oyatida qo'lingni bo'yningga bog'lab olma. Uni birato'la qo'yib ham yuborma. Yana malomat va hasratda o'tirib qolmagin deb marhamat qiladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu xotinlarning eng xayrlisi xushbo'y keladigani va lazzatli taom pishira olgan, sarflaganda miqdori bilan sarflagan, sarflamaganida esa isrofdan saqlanib sarflamaganidir dedilar. Ya'ni xayrli ayol shunday ayolki, sarflashda haddan ham oshmaydi, baxillik ham qilmaydi. Isrofgarlik yomon fe'l bo'lib, isrofgarlikka o'rganib qolinadi. Ko'pincha isrofni taqlid qilib o'rganiladi. Masalan, isrofgar ayolni onasiga qaralsa, u ham sarflashni yaxshi ko'rishi kuzatiladi. Yoki isrofchi do'stlari bor va ulardan orqada qolmaslik uchun ham o'ngu so'liga qaramay xarajat qilaveradi. Ayollar erlarining mollari borasida Allohdan taqvo qilishlari va isrofgarlardan o'rnak olmasliklari lozimdir. Isrofgarlik faqirlikka va Allohning g'azabiga sabab bo'ladi.